Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kommentariyada ish jarayonidan görüştüğümü koydu isteyen obunachilarimiz uchun ish jarayonidan lavha yurib boraveramiz. Bugun bu joyimiz Xorazm viloyati Shovot tumani Lenizm desak ko'pchilik taniydi. Oltimatjon to'g'risindagi ko'chada ishlatibmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerga 8 ni qo'ydik. Bu yoqqa 7 ni qo'ydik. Bu yerimiz tambur. Yine pontoyinni batareyani bir-birini o'lab, pontoyinni bu yerga kelib, buni aylantirib, bu yoqqa chiqarganmiz. Bu yerimizdan bir batareya bor. Bunda dush ko'pmiz, xudo xolasa ertang o'shani o'ylaymiz. Hozir so'raganda bu zalning obrotkasini ko'rsatib o'ting. Bu yerda 20 turadi. Bu yerda 10dan 20 turadi. Yine el tepesi tartılmagan. Buraya pes tartıldı. Hozir arka kanalarını göstermem. Bu yine ish jarayoni. Xudo xolasa bitgandan keyin ichki batareya qo'ydik. Jason chiqdi, ichki kotel qo'ydik, hammasini tanishtirib boraman. Bu yerimiz yine 20. Ko'rishingiz mumkin. Bunun duşlarını duş koyduk. Hemen de ayaktan çıkan murat yine el tepesi tartılma. Hemen de yine turba girip ketken. Buraya ayaktan çıkan bu yine. Görüşürüz mümkün. Ayaktan çıkıp. Şu pesten gelip yine bir batarya. Olan görüşürüz mümkün. Aziz yurttaşlar. Bolsakan pes tarafından içime geçe xalaqt bermeydigan holatda o'tirdik. Polni qo'parib bo'lmagan meni egasi qo'parmoq sunnati anglatadi, yaxshi dedi. Ibidan bir batareya turadi, 20 bo'ka. Görüşürüz mümkün. Hozir yine yerimizde 15 batareya turadi. Yine DPS tartılmagan. Pesimiz 25'lik belki. Belki yine 32'lik bo'lgan. Görüşürüz mümkün. Hali şu pechdan o'shib o'tirganlar. Xudo xolasa 3-4 kuni yoqib qizdirib beramiz nasib etsa. Bu obratga instrumentler. Aziz yurtdoshlar, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat etaverasizlar. Videoni atab o'tiraman degan joylaringizga yo'q qo'ying. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Like tugmachalaridan bosib, podpishkada bo'lib turinglar. Sog' bo'ling, omon bo'linglar.